Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi, adabiyotshunos olim Hamidjon Hamidiyning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Hamidjon Hamidiy 1935-yili 4-oktyabrda Kosonsoyda tug'ilgan. Uning otasi Abdulhamid Oxund Xoliqzoda mulla boy bo'lgan. U o'rta maktabni tugatgach, tuman bosmaxonasida Harf teruvchi gazetasida mas'ul kotib bo'lib ishlagan. Hamidjon Hamidiy Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutining tarix-filologiya fakultetida tahsil oldi. U aspiranturani tugatib, nomzodlik doktorlik dissertatsiyalarini himoya qiladi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi. U Do'stlik ordeni, Mustaqillikning 15 yilligi ko'krak nishoni, Xalq ma'rifi a'lochisi nishonlari bilan taqdirlangan. Uning ilmiy maqolalari Moskva, Tehron, Boku, Ostona, Dushanbe shaharlarida rus, fors, ingliz, tojik tillarida e'lon qilingan. Hamidjon Hamidiy 2024-yilning 11-yanvarida olamdan o'tadi.